Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 2-iyun sanasi Samanta shoftollarimiz bir ko'rib baho berildi. 1 yoshli nuqol ekkanga 1 yil bo'lgan shoftolimizda mevani. Mashalloh ko'z tegmasin deydigan meva. Xudo xolasa bir 2 kilo mevasi bor. Shoftolda sifatni ko'ringlar. Kalibr zo'r, o'zini holati zo'r, meva zo'r, lekin daraxt 1 yosh. Bu bir tipida olmagan, xudo xolasa har bir tipida shunaqa meva olgan. Bularni ham ko'rsating bir aka. Kamerasi. Mana mevani ko'ring. Bu go'zallik bu. Meva emas, bu go'zallik. Bu mehnat degani. Mana. Xudo xolasa buni ishonchli ko'rsatlardan bor. Murojaat qilaverasizlar, nomerlar, profillar. Sort Samanta. Tegishlarni tavsiya qilamiz. 2-yildan 1-yildan hosil olasizlar, daromadga kirasizlar. Sog' bo'lasizlar.